...2025 Chevrolet Taprite zamonaviy dizayn va kuchli texnologiyalarni birlashtirgan to'liq o'lchamli sedan sifatida bozorga kirib kelmoqda. Ushbu model brendning klassik merosini saqlagan holda, bugungi haydovchilar kutayotgan qulaylik va xavfsizlik standartlarini yangi darajaga olib chiqadi. Videoda biz Taprite tashqi ko'rinishdagi agressiv chiziqlar, keng radiator panjarasi va aerodinamik elementlar qanday qilib avtomobilga ishonchli va zamonaviy qiyofa berishini batafsil ko'rib chiqamiz. Old va orqa LED yoritgichlar tungi haydashda ko'rinishni yaxshilaydi va avtomobilni yo'lda darhol taniladigan qiladi. Salon ichida kenglik va qulaylik ustuvor ahamiyatga ega. Yumshoq materiallar, ergonomik o'rindiqlar va haydovchi tomoniga yo'naltirilgan panel uzoq safarlarda charchoqni kamaytiradi. Raqamli asboblar paneli va katta sensorli multimedia ekrani navigatsiya, musiqa va avtomobil sozlamalarini oson boshqarish imkonini beradi. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi kundalik foydalanishda qulaylik yaratadi. Videoda shuningdek, orqa o'rindiqlar kengligi, yukxona hajmi va oilaviy ehtiyojlar uchun mosligi haqida ham so'z yuritamiz. 2025 Chevrolet Taprite texnik qismi ham e'tiborga loyiq. Kuchli dvigatel variantlari silliq tezlanish va barqaror yurishni ta'minlaydi. Avtomatik uzatmalar qutisi shahar va trassa sharoitida moslashuvchan ishlaydi. Yoqilg'i samaradorligi avvalgi avlodlarga nisbatan yaxshilangan bo'lib, bu kundalik xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Shuningdek, osma tizimi notekis yo'llarda ham qulay harakatni ta'minlash uchun qayta sozlanganini videoda amaliy misollar bilan ko'rsatamiz. Xavfsizlik masalasi Tapriteda alohida o'rin tutadi. Avtomobil zamonaviy haydovchiga yordam beruvchi tizimlar bilan jihozlangan, jumladan favqulodda tormozlash, yo'lakni ushlab turish, kor nuqta nazorati va adaptiv kruz nazorati. Ushbu funksiyalar nafaqat haydovchini, balki yo'lovchilarni ham himoyalashga qaratilgan. Videoda bu tizimlarning real hayotdagi